Assalomu alaykum hurmatli azizlar, qadrli kuzatuvchilar. Bonujon kanalini har zamonda kirib ko'rib, Bonujon nimaga ko'rinmay qoldi? Bonujonni qachon ko'ramiz degan obunachilar uchun Bonujondan ajoyib video Xudo xolasa sizlar uchun tayyor bo'ldi. Avvalosi sizlar bilan salomlashib qo'yishimdan maqsad Ramazon oyi bilan hamma ahli mo'min musulmonlarni tabriklaymiz. Madina Bonudi hayotidagi eng baxtli kunlarini tarixda muhrlash uchun shu videoni boshladik. Albatta, videoda izohini sizlarga keltirib o'tmayman, chunki juda ham qiziqarli video. Agar sizlar gapirib beradigan bo'lsam, qiziqib qolmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga albatta ma'qul keladi. Bonujonni hayotiga qiziqadigan, Bonujonga havas qiladigan insonlarni nima desa bo'ladi, talabiga binoan desa ham bo'laveradi, chunki Bonujondan ko'p Instagram sahifalarida o'qib qolamiz. YouTube kanaliga bee'tibor bo'lib qoldingiz, videolardan qo'yib boring. YouTube'da maza qilib sal uzoqroq ko'ramiz degan obunachilar uchun maxsus tayyorlandi. Marhamat, ko'rishlaring mumkin. Долгожданный. Yillar kutilgan moment. Yillardan beri yana Kalaskada qizlari bilan birga Травит, сейчас куне, травит. Ала кишо. Qaynonamni tug'ilgan kunlariga bizadan sovg'a. Hozir qaynonam hammaga tilla podarka qildilar, o'zlariga biza podarka qilamiz. Denezeni shmubayam monkita mondagi bilan podarka etana. Ana mina hozir ana. Shu yil qaynonamning yubileylari edi, 70 ga kirgandilar. Ne, intinaga dishni shmu holi yosh. Habda va daromdet pirmerga. Razoynan zaton bakada gardet. Psaratini duo kunet xudoda angiratin kasba. Ayin zarosha podarka kunam. Ham tishavat iloyim. Man hastan bimujon chiqatyatan qatqat sarishtam kunayim. Ham tu. Manam bugün xayrat bimom zoydagi bilan shimoya. Zakaznoy baroy man zoydagi inka. Endi navbat Sabina oy bilan Kamola oyga. Asta. Ana. Bularga ham tilla uzuklar qilib ne, ayni shu non, donak shorak hammasini attirib qilib qo'ydim, beqa olib kelmadim-da. Xay. Ana. Anamti. Rahmati kalom. Xay, endi sizlarga debdilarni. Rahmati kalom. Nollarni отдельно beraman hamma narsani. Ina modarisam shu podarka olardim. Kam bo'lsa ham xudo xola ina shmuba. Akum mazorboski chizoy podarka. Ana, hozir paket miti. Eng akta uzuk kelin poshuba, akta shmuba. Hay. Giret poşacağım paket pandoktım dedi. Ha, şmoba acilini kelin atomba acilini kadar. Yakti как келинам, добро шкура. Yani bilmem çort da boştan mambermiş yaktı ha, bilmeyeceğim. Ne şöyle istersen. Asya! Hop! Sen otturdum o.
Haridir kameradan bir tek sahibi. Sabine resme kararlı. Yine kameraya bine tamtı. Poça yine Oğluzdaki barba hemen narsaki burun buraya yaptı. Padarkan kayntamni uzatasın. Mulamakjon şmoba niyat kadar kan boşatam joy mölbem binet padarka hargi. Ne işlemeli tomuncu. Bu. Şunu bakan boşadan. Kop koyalım. Ma optima op koyamam. Dedi alemi ayşmo. Azor pratsen ayşmo. Rahmat. Şmon bar rahmat. Dedi tom boş. Soğuk boşeto. İnaş modarı samba. Bimlojon inş moba. İnaş. Anam tukneton. Man Xwarisam ba acha dodagam dar kurbarayim video kaysin hamisha. Ana komplektosh kati. Rahmat. Bimlojon kadam egarded. Nechva? Loyqishmo nechmo. Brilliant ha? İnaş kiba inaş. İlaç guli oyba. Aa, Guli yapıklar çeşomba. ibi ana. Rahmeti kalon. Hamtu. Amma jonash inş mo bobdas. In aynı Mana. Ha, kızda bineceğiz. ibi ana rahmat. Rahmeti kalona. Mona hurmat kayton xarisama hurmat kayton xudo hurmat kunad. Kamlojon ay shmo bit tillonegi pulasha dada fsonsen xudoton chiki khoyat amana migret. Nasib boshad. Şakalato, şirin diyor. İn duhtarçeton bu putta çoğu budas. İna binet kukla çeşkati. Şirin diyor. Şirin şurada gardet kufta. Ana, ina aynı bimlo. Nasib boşad ana. Nasib bimlom kadar. Garda. Ana, morak şavat çizo bimlo. Jor zoy nazba. Bejeton mlama kam şumu. Ana. Moşlarımızı koyup asta-sekin qaynota-qaynonamni olib katta yo'lga chiqyapmiz. Bellagio. Bundan oldingi videolarimda ko'rgansizlar, fontan faqat hozir remontda. Gostinitsani o'zi polni remont bo'lyapti. И также fontani ham o'ynamasa kerak deb o'ylayapmiz. Yana ko'ramiz hozir o'tib.
Tak fontan o'ynaganda ham har yarim soatda o'ynardi. Endi ko'ramiz. Asta-sekin. Bu orqamizdagi gostinitsa, это Parij. Hozir ichkarisidan ko'rsataman kazinolar. Bundan zo'ri yo'q-da. Ota-onani olib, Amerika bo'ylab aylantirib, rasmlarga tushirib, chiroyli joylarni ko'rsatib. I would say something, but I don't want you know who to get worked up. You know who. I'm about to say some things like that. Enjoy these views. I'm gonna do some singing for you after some bridges. Yeah. Bu YouTube'daki videonun devamı. Buni ko'rdik. YouTube'larga Gollywood yo'naltgan ekan. Kelsa joyga ekan bu. Rangi buzilmagan. Rosa vahima qilishdi-yu, Los Angeles yonyapti, Gollywood yonyapti deb yo'q. Meni uni kompyuterda chiroyli qilib yasab vahima qilishdi xolos. Hammasi joyida mana o'rtoqlar. Bizlar qaynota qaynonamni safarlari qarayapti. Xudo xolasa ertaga yo'lga. Bugun hozir aylantirib 1-2 kun oldin okeanga borgandik. Sizlarga video qilish esimdan chiqib ketibdi. Kiba chinyapti donas. ko'p dardmandu va darddish atvoy kunadi. Shifoy komiltiyat. Qazoruba najotiyat. Bekoruba korotiyat. Bebaxtuba baxti safitiyat. Farzand talobi farzandiyat. Farzand talobi farzandiyat. Ko'pa dapanoy ismatash daskirat. بغیر خدا دیگه کسی ندارم ربنا آتنا فی الدنیا قنا عذاب النار دادگیش به دیدگی جویم به خدا با شکر میکنم شکرانه از برای رحمت شما خدمتتون خدمتتون براسیتون شما روشید سفر ما فقط همین خود ایرپورت باشه صبح باشیدون سلامت باشیدون بچه کتون صبح سلامت کلون کنیدون چه آرزوی حوثی داریتون دعوت حوثتون هستید Salimat boshimiz sog', salomat bo'shidon, duo qilaverdik. duoyam shud duoy g'avs shud Assalomu alaykum azizlarim. Videoni o'rtasida bo'lsa ham bir ko'rinish berib qo'yay dedim. Sog' salomatmisizlar hammalaringiz? Bugun bizlar kichkina kuyovimiz va Sabina singlimni xonadoniga mehmonda biza. Hozir ko'rsataman kamerani teskari qilib. Ungacha ikkita singlimga, Kamola singlim 2-etajda turadi uchun qaynonamning oyoqlari og'riydi, shu uchun Xudo xola charchab qolmasinlar deb apa-uka birga o'tirib bugun bizani qaynonamizni hurmat qilib mehmonga chaqirishgan. Ozgina bo'lsa ham sizlarga ko'rsataman o'zbekchilik urf-odatlarimiz. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, Amerikada bo'lamizmi, Yevropada, Xitoyda bo'lamizmi, o'zbekligini, urf-odatini qo'ymaydi. Ketdik ichkariga, emasligiga ozgina bo'lsa ham ko'rsataman. Xullas, bu Madina Bonuni moshillari, Bonujon. Tak bu qudalarimizniki, Kamola singlimniki, bu hozir Suhro bukamniki. O'zbek yozilgan nomerida shuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Va kichkina kuyovimizni. Tak bu Sabinaniki,
bu kichkina kuyovniki ochganlarida ayniqsa yigitlar juda yaxshi ko'radi bu narsalarni. Biron kun ko'rsataman. Ochiq bo'lganda hozir yopib qo'yganlar ustini. Juda ham chiroyli qilib, zo'r qilib taxlaganlar bu mashina. Nomerchilarini qaranglar. O'zbekiston. Xullas, singlimning hovlisi va kiramiz. Ana bemalol ham tukunet. İlk akamola oy budas. Ana. Rahmatli shmoyloyim. Sog' salomat Şomba tilloshkati inash va ammajonoshpa budas. Ukamlomba. Pulashkati pasirni biliyor. Ne? Ana. In asabina o in komplektoshkati. Shmo ovardet ku yakkalaka tillo. Inoyam ana. rahmati kalon. Morak shavat ha. Rozoy nag'zaton bakadaga. Duo kuneta sog' salomat dastakash begirat ino. Hamdu. Rahmati kalon. Rahmat. Sizlar bizani hurmat qilib, chaqirib, mehmon qilib, shuncha padarka berdinglar. Xudo sizlarni siylasin. Rahmati kalon. Raqsi bilan. Ehe. Ana rahmat. Kudalardan tursa bo'laydi. Evet ister. Aslanı pulları şot atmadı. Hamtu. Ama bu şot atmadı. Hamur ucuna batır. Hamma puli qo'lingizda bo'lsa ham yomon ekan. Eriz padarkaga pul bermaydi. Hop. Ana biza chemodanlarni bitta mashinga, o'zimiz ikkinchi mashinga joylab yordamchilar kelgan. Buxoro Rapsam ekan. O'zlaringizni Bonojon kanalida YouTube'da ko'rasizlar, xudo xolasa. Mayli, простительно. Saxovat o'ziga syomka qilganda kostyumimda kelasiz. Kanal 2 ta. Baraka topsin, ukalar yordamga kelishdi. Rahmat, to'ylarga qaytaraylik bularning yaxshiligini. Mayli, sog' bo'linglar. Ana endi safarlari qarida, ana qaynonam qaynatam aeroportga qarab ketyapmiz. Registratsiyaga ochirishimizni kutib turibmiz. Hozir bagajlarni topshiramiz. Ochiladigan emonat baribir. Sana tutum yarılan men qaytib qolaman. Xudo xolasa. Bizning ukalarimiz kelgan yordamga, ochilishga ukalarimiz turishibdi. Muzaffarjon, Jamshidbek. Shunday qilib Oyjon, Adajonni kuzatib mashinamizga keldik. Ukalarimiz o'zlarining mashinlarida ketishdi. Biz endi uyimizga qarab yo'l olamiz.
mushtariylarni Bibi Maryamga qarab o'tiribdilar. Ana shunday qilib videoni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar. Keyingi nimalarda ko'rishguncha